Farg'onadan umra safariga bormoqchi bo'layotganlar, Xudo xolasa 15-iyul Farg'ona Jidda yo'nalishidagi bir juma Madina, bir juma Makkada bo'ladigan reysimizga chegirma e'lon qildik. Vizalaring bo'lsa $895 vizalaring yo'q bo'lsa $995. Xudo xolasa Toshkentdagi reyslarimizga ham chegirmalarimizni e'lon qilganmiz. Videomizni oxirigacha ko'ringlar, to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays firmasi orqali umra safariga borishni tavsiya qilamiz. Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uydan sizlar bilan yuzlanyapmiz. Xudo xolasa bemalol ofisimizga tashrif buyurib, hisobchilarga naqd ko'rinishda to'lovlarni amalga oshirib, kvitansiyalarda o'zlaring bilan olib ketsalaring bo'ladi. Xudo xolasa aziz yurtdoshlar, yokida 12 ta viloyatdan aloqaga chiqib Telegram orqali pasportlarni tashab, Centrum Holidays rasmiy hisob raqamlariga o'zlaringga yaqin bo'lgan bankdan oz-moz zakolatlar tashab bersalaring ham bo'ladi. Xudo xolasa Madina Munavvarada 100-200 metr masofadagi Gasnissa, Makka Mukarramada 800 metr masofadagi 10-12 daqiqalik piyoda haramga kirib chiqsa bo'ladigan Gasnissa. Eng asosiysi avtobus xizmatini ham qo'yib qo'yganmiz. Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madinada Qubbo masjidi, Uhud tog'i, Ravza-i Sharif, Qur'on bosmaxonasi, Xurmo bog'i, Makka Mukarramada Mino, Muzdalifa, Jamorat, Arofat, Hiro g'ori, Savr g'ori, Qizil dengiz sayohat firma hisobidan amalga oshiriladi. Uchib ketayotganlaringda aeroportda sizlarga kamzil, bejik, sumka, viza beriladi. Qaytayotganlaringda 5 litrli Zamzam suvlari hadiya sifatida taqdim etiladi. Xudo xolasa aziz yurtdoshlar, 50 boshlarimiz har bir reyslarimizda birga borib, birga kelishadi. Mana shunaqangi arzon chegirmali narxlarimizdan Toshkentga 14, 21, 28-iyul sanalarini vizalaring bo'lsa $885 dan, vizalaring yo'q bo'lsa $985 dan chegirma e'lon qilib qo'yganmiz. Bundan tashqari 15-iyul Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimizning narxi $995, 22-29-iyul Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz narxi $1025. 14-iyul Toshkent Jidda yo'nalishiga 7 kunlik paketni ham qilib qo'yganmiz. 2 kun Madinada, 5 kun Makkada. Narxini vizalaring bo'lsa $800, vizalaring yo'q bo'lsa $900 qilib beramiz. Xudo xolasa eng asosiysi Qashqadaryo, Surxondaryo, Sirdaryo, Navoiy, Qoraqalpog'iston, Nukus aloqaga chiqib onlayn joylaringni bron qilinglar. Qo'shni davlat Tojikistondan umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga bir kun oldin kelishadi, Gasnissaga joylashib, damlarini olib, ertasiga aeroportdan uchib ketishadi. Gasnissa to'lovlarini o'zimiz to'lab beramiz. 5 kishi, 10 kishi ko'pchilik bo'lib borishni rejalashtirayotganlar ham bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib to'liq ma'lumotlarga ega bo'lsalaring bo'ladi. Oz-moz chegirmalarimizni ham qilib beramiz Xudo xolasa. 50 ta 60 ta yig'ib hamkorlikda ishlamoqchi bo'layotganlar, 50 ta 60 ta odami borlar. Xudo xolasa sizlar bilan hamkorlikda ishlaymiz. Hamkorlarga chiroyli narxlar qilib beramiz. Bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Xudo xolasa to'liq ma'lumotlarni sizlarga yetkazib beramiz. 24 soat xizmatlaringdamiz. Arzon narxlarda o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Videomizga bitta like bosinglar, kommentariya yaxshilaylarni yozib qoldiringlar. Mana shunaqangi arzon narxlarda qarindosh urug'lar gruppasi yaqinlarga jo'natinglar, foydalanib qolsin. $20, $30 dan ham hamma ko'pchilik bo'lib ketishayotgan bo'lsa, biz sizlarning xizmatlaringdamiz. Rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays bilan xavfsiz va mukammal umra qiling.